30 ming so'mdan taxta. 30 mingdan. Bundan mana. 40 mingdan. 15 ming so'mdan mana teraylar 15 ming so'mdan teraylar. 20 ming so'mdan mana bu teraylar 20 mingdan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Bugun syomkamiz boshladik mana. Manzilimiz uchun turib qo'ydik. Farg'ona viloyati Rishton tumani Avazboy qishlog'ida. Dilmurodjon Taxta bozordan bugun syomkamizni davom ettiramiz. Akamiz o'zi shetda mana. Narsalarni bir narxlarni bir chiroyli qilib beradi, bomba qilib beradi. Arzon narxlarda qo'yib beradi. Xalq maza qilsin. Aka, endi bugun arzonroq qilib beraman aka narxlarni. Shiplar narx qanaqa bo'lyapti aka? Xudo xolasa shiplarning narxi 42 ming so'm. Qanaqa shipir aka bu? Quvasoy zavod. Garantiyasi bor aka buni? Garantiyasi bor. Qancha aka garantiyasi? 1 yilga garantiya berilgan. Tomizga chiqqandan keyin. Xo'p aka, shipirning narxi necha pul bo'lyapti hozirgi kunda? 42 ming so'm. Dastlabki ham bormi aka? Xudo xolasa bor dastlabkilar. Kelishtirib qilamiz. Chiroyli qilib beramiz aka. Xo'p, narxi bitta olsa ham o'sha, 10 ta olsa ham o'sha, 100 ta olsa ham shunaqa aka. Shunaqa. Bo'ldi aka. Xo'p, bu yerda aka bunaqa tarnovlarimiz bor ekan, kanyoylarimiz bor ekan aka. Bular narx qanaqa bo'lyapti aka? Bular necha metr? 4 metrli shekilli aka. 4 metrdan. 4 metrlik. Narxi necha pul aka uni? Narxlari 15 ming so'mdan metri. Bularniki metri 15 ming so'm. Xo'p, bu novlarimiz bor ekan. Novlarimiz narxi necha pul aka? Kampilik oyoqlari ichida hamma yo'g'i 17 ming so'm. 17 ming so'm. Xo'p, mayli, boshladik aka. Bularni ham taxtalarimizdan boshlayveraylik. Bu aka 3 metrli taxta ekan-a? 3 metrli laganmiz bu. Lagan. Razmeri necha? Eni? Eniga 11. Eni 11, qalinligi 4. 4lik, uzunligi 3 metrlik. Narxi necha pul aka? Narxi 45 ming so'm. 45 ming so'm. Bunisi-chi aka? Bunisi qanaqa? Shpon pol taxtalarimiz 55 ming so'm. 55 ming so'm, uzunligi bu 4 metrlik, eni 13lik, qalinligi 2 lik ekan-a? Xo'p, aka, necha pul qilib beramiz aka buni? Narxi 55 ming so'm, mana 53 ming so'mdan qo'yib yubordim. 53 mingdan qo'y. Sifati zo'r chiqadi, xudo xolasa. Ichida biragi yo'q, sinaga chirigi, garbi umuman chiqmaydi, sifati zo'r chiqaveradi. Mana xudo xolasa 9 lik strapilalarimiz. Murlatga ishlatsa ham bo'laveradi. Murlatga, strapilaga, lagiga zo'r chiqadi, xudo xolasa aka. Bu uzunligi 4 metrlik, eni 9 lik, qalinligi 3,5 pilisovoy. Narxi necha pul aka? Narxi 48 ming so'm, 45 mingdan qo'yib yubordim endi. 45 mingdan. Sifati zo'r, garbi yo'q, chotki hammasi, bomba. Rekalarimiz bor ekan aka. Rekalarimiz 5800 so'mdan. 5800 so'm bu metr, rekalardagi metri. Ko'proq olganga 5,5 ming so'm qilib beraveramiz. 5,5 mingdan qilib beraverasiz. Ichi zo'r chiqadi, xudo xolasa aka. Uyaltirmaydi, olib borgandan keyin bunaqa ekan demaydi. Olgan odam yana keltirib oladigan bo'ladi aka, xudo xolasa. Ichlari ham toza, zo'r. Bunisi bu patoloid shekilli bu. Sal ingichkaroq ekan, patoloid rekalar. Bu ham 4 metrlik. Razmeri 4,5 ga 2 lik. Narxi necha pul aka? 3800 so'm qilib beramiz. 3800 so'mdan. Shpon taxtalarimiz bor ekan, yana bu sal bunga nisbatan ensizrog'i. Bu ham uzunligi 4 metrlik, 12 ga 2 lik. Nech pul ekan narxi? 45 ming so'm qilib beramiz. 45 ming so'm oxiri narxi buni. Ko'proq olsa 43 ming so'm qilib beramiz. 43 ming qilib beramiz. Mana 15 lik lagaligimiz bor ekan, 4 metrlik, qalinligi 3,5 lik. Aka, narxi nech pul buni? 75 ming so'm. Kammichi buni? 73 ming so'm qilib beramiz. 73 ming so'm. Assortiment aka bu tomonda ko'p ekan, mana DPlar bor ekan, taxta panellar, qalinlar, yukasidan bor ekan. Bularni ham xudo xolasa chiroyli narxda qilib berasiz aka. Telefon nomeringizni qo'yib beraman aka. Chotki narxlarda qilib beraverasiz aka. Endi teraklarimiz bor ekan aka. Sarroplarimiz bor. Sarroplar bu 6 metrmi aka, 5 metrmi? 6 metrdan. 6 metrdan. Narxi necha pul aka buni? O'rtachalari narxi 80 ming so'm. 80 ming so'm. Kamichi aka ular? 75 ming qilib beramiz. 75 ming. Bunisi-chi baquvvat ekan bu aka? Bu baquvvat bu, kattakan eng irigi. Sarropga zo'r bo'ladi mana shulardan qo'ysa, zo'r chiqaveradi. Tekizligi tekkiz ekan. 120 ming so'm. Buni kelishtirib berasiz aka. Bu aytilgan narxlar sotilmaydi. Kelishtirib berasiz hamma yo'lda, xudo xolasa. Bu 4 metrli ekan bunisi, kaltarog'i. 4,5 metrli to'sin. 4,5 metrli to'sin. Nech pul aka? To'sin zo'r ekan ama. Uch ham baquvvat. 120 ming so'm. 120 ming so'm. Bu ham jinib o'tib berishadi, xudo xolasa. Bunisi aka strapila 6 metrli ekan bu aka. Sarropga strapila o'ta zo'r bo'ladi. Narxi nech pul aka? 100 ming so'm. 100 ming so'm. 4,5 metr bo'lsa jonliroq ekan aka to'sinda. Narxi nech pul narxi? 135 ming. Ko'raverasizlar akalar, 135 ming so'm kelishtirib berishadi. Bular o'zimizni Mirzaterak, sifatini ko'rishlar mumkin. Putag'i yo'q, tekizligi tekkiz, jonli, tagi ham, uchi ham bir xil. Xudo xolasa uyaltirmaydi akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kelishtirilgan narx taqib berishadi. Bunisi-chi aka?
6 metrli straplamiz. 6 metrli straplamiz narxi necha pul ekan? Narxi 75 ming. 75 ming so'm. Buni ham kelishtirib berishadi xudo xolasa aka. To'sirlar bu jonlilar ekan, baquvvat. Hozirgi sherigi bu 4,5. To'riyani 135 minglik sherigi. 4 metrli Bu baquvvat. 4 metrlida eng zo'r ekan aka. Jonli 3 ham mana aka ko'raverasizlar. Zo'r, baquvvat. O'zi ancha qurib qolgan ekan aka bular. O'lmas ekan, bemalol tashaverasizlar hozir egilib ketdi demasizlar bemalol. Narxi necha pul ekan? 150 ming so'm. 150 ming so'm. Buni jindebni kelishtirib berasiz aka? Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. Bunisi 5 metrlik shekilli, uzun ekan. 5 metrlik necha pul ekan? 155 ming. 155 ming so'm. Buni ham kelishtirib berasiz ekan. Kelishtiramiz. Xudo xolasa. Sifat zo'r ekan, mana akalar ko'rishingiz mumkin. Telefonda qanaqa ko'rinib turgan bo'lsa, sifat haqiqatda shunaqa. Ichidagi o'qlangani, maydasi, kichkinasi yo'q. Mana atrofini aylantirib ko'rsataveramiz aka, uyaltirmaydi. Bemalol ko'raverasizlar. Sifati zo'r, uchi ham baquvvat ekan, mana ko'raverasizlar akalar. Bu aka 5 metrlik baquvvatroq shekilli aka bu. Katta eng yirigi xudo xolasa. Zo'r ekan aka. Turliklari. Tekizligi ham zo'r ekan, uchi ham mana tagi ham bir xil ekan. Ko'rishingiz mumkin, mana sifati zo'r. Nech pul ekan buning narxi? 175 ming. 175 ming so'm, kami ham bor. Kelishtirib berasiz. Bo'ldi. Hartiga qarab. Nechta olsa, o'shana undan kelishtirib berasiz. Misol uchun kelgan odam bundan 10 ta olishi mumkin, yo 20 ta olishi mumkin, yo 2 ta olishi mumkin. Hamma har xil holatda kelgan odam hammasi 30 ta 40 ta olmaydi aka. Kelgandan keyin 175 mingdan bitta olaman desam, o'shana taqib berasiz. 10 ta olaman desa ham, 20 ta olaman desa ham kelishtirib chiroyli qilib berasiz aka narxlarni. Bitta olaman desa 180 ming, 190 ming narx aytib olmaysiz. Yo'q. Bo'ldi. Aka terakda bruslar bor ekan, sifati zo'r ekan, mana aka. Mana bularning narxi 85 ming so'm, 7 ga 13lik 4 metrlik uzunligi. Ko'raverasizlar, mana sifati zo'r. Hamma tomonini aylantirib ko'rsatib beramiz. Chirigi yo'q ichida, biragi yo'q, garblab ishlatilmaydigan holatdagi chiqmaydi ichida bularda. Bu 4 metrligi. Voy, buni 2 metrligi bor. Mana 2 metrlik 35 ming so'm. Kelishtirib beriladi. 7 ga 13lik 2 metrlik terak. O'zimizning Mirza terakdan chiqqan, Kaliforniya boshqachasida aralashmagan. Mana terakda burusini 3 metrligi. 3 metrlik aka narxi necha pul? 60 ming so'm. 60 ming so'm, 7 ga 13lik 3 metrlik 60 ming so'm. Buni aka 3,5 metrlik ham bor ekan. Uylar har xil bo'ladi-yu. 3 metr, 3,5 metr qiladiganlari ham bor. 3,5 metrga mana 3,5 metrlik ham bor ekan. Narxi necha pul aka 3,5 metrligini? 3,5 metrligi narxi 80 ming so'm, kelishtirib 75 ming qilib beraveramiz. 80 ming, 75 ming qilib beraverasiz ekan. Xo'p, terakda abruznoy bor ekan, lagalikka, to'sin tagiga, stoykala tagiga 11 ga 4lik, uzunligi 4 metrlik. Narxi necha puldan aka 4 metrligini? 48 ming so'm, 45 ming qilib beraveramiz. 45 ming qilib beraverasiz. Buni aka 3 metr, 2 metr, 3,5 metrlari ham bor-a? Ularni ham yo'lda qilib, choy narxlarda qilib berasiz. Bu burusimiz aka sal kattaroq ekan bular. To'singa zo'r bo'ladi ekan. 4 metrlikmi aka bu? 4 metrli 15 ga 7 to'liq. 4 metrlik 15 ga 7lik to'liq. Sifat zo'r. Anaqa ishlatib bo'lmaydigan holatda garbili yo'q. Tekizliklar tekiz ekan. Narxi necha pul aka buni? 115 ming so'm. 115 ming so'm. Buni ham kelishtirib berasiz. Olishga qarab, iloji boricha arzonroq taqib berasiz. Kimana metda aka 7 ga 13lik udari bor ekan aka 4 metrligi. Buni narxi necha pul aka? Bu sal jonliroq ekan, qalinligi ham qalinroq ekan. Necha pul aka narxi? 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Xudo xolasa buni ham kelishtirib berasiz oladiganlarga. Nechta desa qilib beraverasiz aka buni. Tagi bor-a? Bor. Xudo xolasa pilaramiz ishlayapti. Pilaramiz ham bor. Mana akalar ko'rishingiz mumkin. Tagiga mana yog'ochlarimiz bor katta-katta. Sizlar qanaqa razmer so'rasalaring, kelishgan holda hammasidan chiqarib berishaveradi. 4 metrlikmi, 4,5 metrlikmi, qalinligi 10 ga 10 deysizlarmi, qanaqa holatda bo'lsa chiqarib berilaveradi. Bitta aka vastalarimiz ham bor ekan, 4 metrlik har xili. Bularni ham chiroyli narxlarda qilib berasiz. To'sni olgan odam vasa ham oladi-yu, qamish oladi. O'shalarga mana vastalarimiz bor ekan. Kvadrat necha puldan bo'lyapti vastalarimizni? 12 ming so'm. 12 ming so'm. Vastalarimiz jonli ekan, katta-katta. Kelib bemalol ko'rib xarid qilishlari mumkin mana buni. Mana akalar 5 metrlik burusimiz ham bor ekan. Uncha-muncha chiqmaydi. 5 metr, 4,5 metrlar bo'lmaydi. Bu akamiz mana 4,5 metrligidan ham 5 metrlikdan qilib qo'yishibdi. Aka 5 metrligi necha pul narxi? 145 ming so'm. 145 ming so'm. Buni kelishtirib berasiz aka. Albatta, 4,5 metrligi ham bor ekan aka. 4,5 metrlik necha pul qilib berasiz aka? 135 ming so'm. 135 ming so'm qilib berasiz 4,5 metrligini. Qancha bo'lsa qilib beraverasiz kelishgan holda, xudo xolasa. Dastlabkani ham kelishgan holda qilib berasiz aka. Xudo xolasa. Bo'ldi. Bitta 4 metr, 5 metrlik, 4 metrlik kashaylarimiz bor ekan aka. Sifat mana zo'r. Tekizga necha pul qilib berasiz aka 5 metrligini? 30 ming so'm qilib beraveramiz. 30 ming so'm mana.
4 metrlik aka, 4 metrlik ham bor ekan. Nima yerda? Sal arzonroq bular, xudo xolasa. Bular 20 ming so'm. 20 ming so'm. Bu yerda mana sal jonliroq bor ekan unga nisbatan. Buni necha pul qilib berasiz aka? 25 ming so'm. 25 ming so'm mana aka. Kelaverasizlar. Arzon bo'lib ketdi mana. Mana 5 metrlik sarroblar bor ekan, jonli. Zo'r ekan, tekizlik ham tekiz ekan. Necha pul qilib berasiz aka bularni? 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan mana. Bu yerda 5 metrlik to'sinimiz ham bor ekan, jonli ekan, katta. Necha pul aka bular? 165 ming qilib beraveramiz. 165 ming qilib beraverasiz. Tekizligi zo'r, o'zimizni Mirzaterak mana ko'rishinglar mumkin. Sifati zo'r. Ali katta putag'i yo'q. Uchi ham jonli, qurt yegani yo'q buning ichida. Bo'lsa olib qo'yaverasizlar. Sizlarga yoqqan holatda qilib berishaveradi mana. 4,5 metrlik ham bor ekan. Mana 4,5 metrlar necha pul bo'lib ketdi aka? 4,5 metrlar bulari 135 ming so'm. 135 ming so'm mana. Ko'rishinglar mumkin 135 ming so'm 4,5 metrlik o'zimizni Mirzaterak jonli, sifati zo'r. Aka strapiyalar ham bor ekan, mana sasnalar 6 metrlik, 14 ga 3,5lik mana sifatni ko'rishinglar mumkin. Garbal yo'q, putag'i yo'q, sifati zo'r. Aka narxi necha pul buni? Buni narxi 110 ming so'm. 110 ming so'm, buni ham kelishtirib berishadi xudo xolasa. Necha puldan qilib berasiz aka mana shuni? Misol uchun 50 ta olaman degan odamga necha pul qilib berasiz aka buni? 108 ming qilib berasiz. 108 mingdan qilib beraverasiz. Poltaxta so'ragandagi aka, poltaxta ham bor mana. 4 metrlik, 14 ga 2lik poltaxtalarimiz. Necha puldan qilib beryapsiz aka bularni? 50 ming so'mdan 48 mingdan qilib beraveramiz. 48 ming so'mdan qilib berishadi. O'zi 50 ming so'm, 48 ming so'mdan qilib berishadi mana. Sifati zo'r. Bemalol kelib ko'rishlar ham mumkin. Sifat uyaltirmaydi. Putag'i yo'q, garbali yo'q, kaltasi yo'q, uzuni yo'q, standart hammasi. Hop, rekalamiz bor ekan. 5,5 ga 3,5lik, uzunligi 6 metrlik rekalarimiz akalar ko'rishinglar mumkin mana sifatini. Narx necha pul aka? 7,5 ming. 7,5 ming so'm kelishtirib berasiz aka, xudo xolasa. 7200 so'm qilib berishaveradi mana. Sifatni ko'rishinglar mumkin. Zo'r, garbali yo'q mana, chirigi yo'q. Putag'i yo'q, unaqa sinib ketadigan sasna o'zimizda. Yelmas, pixta emas, archa emas. Sasna akalar ko'raverasizlar mana. Metasal bakvotroq strapiya ham bor ekan, 6 metrlik. 14 ga 4likmi bu aka? 4 to'liq ko'rsatadi. To'liq 4, eni 14, uzunligi 6 metrlik, sifati zo'r. Sasna o'zimizda sasna ko'rishinglar mumkin. Necha pul aka bu? 120 ming so'm qilib beraveramiz. 120 mingdan qilib beraverasiz aka. Bo'ldi. Rekamiz aka, yana reka bor ekan, bular shifrga. Bu 3,5 ga 4,5. 3,5 ga 4,5lik necha pul aka narxi? 6,5 ming so'm, 6200 so'm qilib beraveramiz. 6,5 ming so'm, 6200 so'm qilib berishaveradi. Ichida bir dona chatag'i chiqmaydi, ulag'i ham chiqmaydi, sinig'i ham chiqmaydi. Garbali ham chiqmaydi mana ko'raverasizlar. Bizniki. Chiqsa qolaveradi aka, shunday qolaveradi. Strapinamiz 6 metrlik, 11 ga 3,5lik sasna necha pul aka narxi? 85 ming so'm qilib beramiz. 85 ming so'mdan qilib berishadi. Mana tekizliklar, tekiz zo'r hammasi. 85 ming so'mdan qilib berishadi, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Dilmurod akamiz o'zi chetda, mana xizmatda bo'ladi akamiz. Chiroyli narxlarda qilib beradi, kelganda bemalol tashrif buyurib ko'rishinglar mumkin.